Assalomu alaykum musofirda yurgan barcha hamyurtlarimiz hamda Ishonch Avianing qadrli kuzatuvchilari. Bugungi videomizda Rossiyadan O'zbekistonga bo'lgan eng arzon biletlar haqida ma'lumot berib o'taman. Bo'lmasam boshladik. Moskvadan O'zbekiston poytaxti Toshkent shahriga hozirgi kunda 9000 rubldan boshlab bez bagajli reyslarimiz mavjud va 10800 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz mavjud. Vodiy tomonlarga o'tadigan bo'lsak, Farg'ona shahriga 9000 rubldan boshlab bez bagaj hamda 12200 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz mavjud. Namangan hamda Andijon shahridagi hamyurtlarimizga ham tavsiya qilib qolardim, aynan Farg'ona shahriga uchishni, chunki Namangan shahriga bez bagajni o'zi 12000 rubldan boshlanyapti va 13500 rubldan boshlab bagajli reyslari boshlanyapti. Andijon shahriga bundanda biroz qimmatroq 14800 rubldan boshlab bez bagaj hamda 16200 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz bo'layotgani uchun Andijon va Namangan shahri Farg'onadan uncha uzoq bo'lmagani uchun Farg'ona shahriga uchishinglarni men tavsiya qilgan bo'lardim. Sezilarli darajada arzon. Voha tomonlarga o'tadigan bo'lsak, Samarqand shahriga 8900 rubldan boshlab bez bagaj hamda 11200 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz mavjud. Buxoro shahriga 9200 rubldan boshlab bez bagaj hamda 12400 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz boshlanadi. Qarshi shahriga 11500 rubldan boshlanyapti bez bagajimiz, 13000 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz mavjud. Navoiy shahriga 12800 rubldan boshlab bez bagaj hamda 14200 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz mavjud. Nukus shahriga ham narxlar xuddi shunday, 12800 rubl bez bagaj, 14200 rubldan bagajli reyslar boshlanyapti va Urganch shahriga 9000 rubldan boshlanyapti bez bagaj hamda 10500 rubldan boshlab bagajli reyslarimiz mavjud. Mana azizlar, bugungi arzon reyslarimiz shundan iborat edi. Agar qaysidir shahar qolib ketgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozishinglar mumkin yoki ushbu ekranda turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Eslatib o'taman, Rossiyada hamyurtlarimiz juda yaxshi bilishadi. Hozirgi kunda WhatsApp yaxshi ishlamayapti. Shaharga qarab hamma xil shaharda qaysi soatlarda yaxshi ishlamay qolyapti. Shuning uchun WhatsAppdan yozgan xabaringlar bizga kech kelyapti. Siz deb talabyapsiz, albatta kelayotgan bo'lishi mumkin yoki ertasi kuni. Bu noqulaylik siz taraf yoki biz tarafdan bo'layotgani yo'q. Buni juda hamma tushunib bo'ldi. Shuning uchun imkon qadar Telegram orqali yozinglar. Ushbu ekranda turgan raqamlarda Telegram nomerlarimiz bor. Men og'iz akam aytib o'taman. 901 523 12 12 Ishonch Avia. Har doim ishonch va sifat bitta joyda bizda. Xo'p, agar bizni kuzatuvchilarimiz ichida Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistonlik hamyurtlarimiz ham bo'lsa, ular ham bemalol ushbu nomerga telefon qilib reyslar haqida ma'lumot olish mumkin. Ya'ni biz Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston qaysi davlatga bo'lsa ham ishonchli va arzon biletlar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz yoki O'zbekistondan yoki Tojikistondan ham Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz ham aynan ushbu ekranda turgan raqamlar orqali bemalol ma'lumot olishinglar mumkin. Xo'p, bugungi videomiz shundan iborat edi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha o'zlaringni asranglar.